10 Toshkent viloyati nomeridagilar xataba Toshkent shahrida tirikchilik qila olarmikan? Nima deysizlar? Yangi qonunni eshitdinglar. Qaysi viloyatli bo'lsangiz, o'sha viloyatda kira qilar ekansiz, taksi qilar ekansiz. Toshkentda kira qila olmas ekansiz. Tirbandliklarni kamaytirish maqsadida qilinganmish. Menimcha kamayish qiyin bo'lsa kerak. Mana men birinchi ko'rayotgan yechimim o'sha toshkentliklar nomidagi qimmatroq mashinalarni olishadi va taksi narxi oshib ketadi. Bilmagan bo'lsangiz bilib oling. O'zbekiston hududida har bitta viloyat mashinasi masalan 70, 75, 80, 95 qatga olingan bo'lsa, 80 Buxoroniki bo'lsa, Buxoroda taksi qila oladi. 30 Samarqandda qila oladi. Vodiy o'zini vodiysida qila oladi. Shunaqa bo'pti. Oxirgi payt taksi chaqirganda deyarli Toshkent nomer kelmayotdi. Ancha-muncha odamni tirikchiligi uziladiganga o'xshayapti. Chunki Toshkentda taksining narxi qimmatroq, taksiga talab kattaroq. Viloyatlardan kelib Toshkentda tirikchilik qilishyapti. Menimcha bir necha 100 ming odamni tirikchiligiga ta'sir qilsa kerak deb o'ylayman. To'g'risi 100 ming odam emas, bir necha 100 ming odamni tirikchiligiga ta'sir qilib qoladi. Menimcha bu qaror dakansa bormasa kerak, buni ko'rib chiqishsa kerak, buni to'g'irlashsa kerak. Siz nima o'ylaysiz? To'g'irlashadimi yo shundoq qoladimi?